بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan Nurun ala Nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Bugungi darsimiz Suratun Nasr surasi ekan. İnşallah hozir sizlar bilan tajvid bilan o'qishlikni o'rganib chiqamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Mana bu joyda 6 alif chizilishi kelyapti. Iza jaa nasrullohi. Mana bu joyda sod harfida sukun kelyapti. Sod harfi yo'g'on o'qiladi, bilasizlar. Iza jaa nasrullohi wal fath wa ra'aytan nasa mana bu joyda ya harfini biroz ishlab turamiz, sukun kelgani uchun, hamda n harfini uzoqroq g'unna qilib turamiz. Va ra'aytan nasa yadkhuluna d harfi qalqala harflarga kiradi, shuning uchun buni qalqala qilib o'qiymiz. Yadkhuluna fi dinillahi. Mana bu joyda cho'zilyapti, e'tibor berib turasizlar. Fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aziz birodarlar, sizlar bilan Nurun ala Nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni tamomlaymiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting deya darsimizni tamomlaymiz.